Eng oson ish Bruno mashinasini qo'yib, mana bizlar mashinalar keldi deyish bo'lsa kerak. Lekin bu Bruno'niki emas, bizning o'zimizning mashina. O'sha sizlarga aytayotgan qoriga oranjiy mashina. 28 kilometr yurgan, to'liq elektri, 86% zaryadi bor. Mashinasi hamma narsasi joyida. Hozir mo'yka qilib qabul qilib olamiz, yomg'ir bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Mashinamiz yili 24, ko'rib turganinglar-da. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Naqdga, kreditga, prisleniga vashi to'lov usulini farqi yo'q. Sababi mashinani shu 5 kun ichida sotib olishimiz kerak. Sotuvga tayyor. Hozir kunda 31 ming sotiladi desam, kecha bitta akamizga kelib 30 ming 800 sotyapti, $2 boshimni og'ritdilar. O'sha 30 ming 800 sotyapti, 30 ming 700 sotyapti, biz xullas 29 mingga berib yuboramiz. Hamma narsasi joyida, xudo xolisa.